Avtoseri kuzatuvchilari, bugun o'sha Saka to'g'rilaydigan apparatimizni sizlarga batafsil obzor qilib o'tamiz. Ushbu uskunamiz Xitoyda o'sha mashhur kompaniyalardan bittasida ishlab chiqarilgan, astoydil faqatgina mana shunaqa Saka diskalarni rixtovka qiladigan apparatlarni ishlab chiqaradi. Tak, bu gal mana shu avtoservis nom bilan kirib kelgan bu mana modeli SVW95LM. Bu ushbu apparatimiz 220 voltda ishlaydi. Bu yerda mana Dugali ko'rib turganinglarda 3 ta rechakli, demak 3 ta rechak bo'lsa, bunda 3 ta naq gidravlika ishlaydi. Oldin o'zi bitta gidravlika bo'lar, ikkitaga o'tdi, endi bu yerda 3 ta gidravlika bor. Endi buni qulay tomonlari o'sha 220 voltda ishlaydi. 380 kerak emas bularga. Reduktorlari ham mo'shni, mana ko'rsanglar bo'ladi, sifatini juda ham turetskiy apparatga o'xshab ketadi. Mamni rixtovka qilib bo'lgandan keyin, buni to'g'rilab bo'lgandan keyin, sekin mana bu takarni stanogida zauseniz o'sha chiqib qolgan, kerak emas joylarni, o'sha svarka qilingan joylarni olib tashlasa bo'ladi. Ushbu uskunamizni narxiga keladigan bo'lsak, buni 36 million qilib beramiz. Akalar, agar o'zini ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'sha yangi showroomimizga kelaverasizlar. O'sha BYD Sergeli avtosaloni ro'parasida. Lekin yana bitta gapni, o'sha 77 do'konimiz ishlayapti haligacha. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Batafsil ma'lumot uchun ushbu nomerlarga telefon qilaverasizlar.